Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Zamioculcas guli haqida batafsil gaplashamiz. Bu Zamioculcas beozor xonaki gullar sirasiga kiradi. Yorug' joyda ertalabki biroz tushib o'tadigan quyosh juda ham yaxshi hisoblanadi. Ortiqcha parvarish talab qilmaydi. Yelvizakdan pana qiling, suv chanqatib beriladi. Ortiqcha suv nihoyatda xavfli hisoblanadi. Gulni chirishiga ham olib kelishi mumkin. Kartoshkasini chiritib yuborsa, gul darrov qurishni boshlaydi. Sprey mumkin yoki barglarini har kuni changdan artib, tozalab tursa ham bo'ladi. Doimiy ravishda sprey qilib turmasangiz ham bo'ladi. Zamioculcas bargidan, shoxidan, kartoshkasidan ajratib olish yo'li orqali ko'payadi va ko'payishi ham juda ham oson va tez. Zamioculcas tor tuvaklarni yaxshi ko'radi, sekin o'sish hisobiga perisadka bo'lganiga ehtiyoj kam. Chunki bu gulimiz yil davomida judayam sekin o'sadi va tuvakdan tuvakka almashtirish uchun deyarli ehtiyoj sezmaydi. Bargi sarg'ayib, dog' tushishiga esa tuproqda namlik oshib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Bargida shitovka pashtalar bo'lishi mumkin. Quyoshdan ko'yish sababi ham gulni bargini sarg'ayib, dog' tushishiga olib kelishi mumkin. Zamioculcas gulining tuproq tarkibida esa qum, biogomus, xazon, perlet, vermikulit va torfdan iborat universalniy tuproq holatini hosil qilsangiz ham bo'ladi. Bu gulimiz parvarishida umuman injiq emas, doimiy ravishda juda ham xonadonlarda oson va tez parvarish qilinadigan gullar sarasiga kiradi. Ko'paytirish turlaridan esa asosan kartoshkasi orqali ko'paytirsangiz juda ham tez va samarali usulda bemalol ko'paytirsangiz. Yengil, qumli, mayda toshli tuproqda juda ham zo'r o'sadi. Universal tuproqni olib, tarkibiga ozgincha qum, mayda tosh, pishgan g'ishtni maydalab solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tuvak holati esa tuvagi iloji boricha kichkina bo'lishi kerak, zich bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Bu juda ham muhim. Joy esa uning eng asosiy joyi soya joy hisoblanadi. Soya joyda ham zo'r o'sadi, faqat yorug'lik bo'lsa bo'ldi. Ya'ni yorug' xona, lekin soya joy bo'lishi kerak. Sug'orilishi esa ko'p suvni yoqtirmaydi. Yozda tuproq yarimigacha qurigan holatda suv quyiladi. Taxminan 5-7 kunda bir marta. Qishda tuproq oxirigacha quriganda suv quyiladi. Taxminan 20-30 kunda bir. Namlik esa nam havo asosan birozgina quruq harorat bo'lishi kerak, ya'ni namlikni juda ham yuqori darajasini bu gul yoqtirmaydi. Harorat esa xona harorati juda ham ma'qul xona harorati bo'ladi, ya'ni +20 dan +30 gradusda. Qishda harorat +15 gradusdan pastga tushmasligi lozim. Sovuq, skvoznik havolarni yoqtirmaydi. Gullashi esa faqat kattalari gullaydi va har yili emas, sharoit yaxshi bo'lsa gullab turishi mumkin. Kesish esa shart emas, kesish faqat siyrak qilish uchun yoki shakl berish uchun amalga oshiriladi. Uyqu davri esa dam payti bizni iqlimda noyabrdan fevralgacha davom etadi. Bunda sharoit, ya'ni dam olish gradusi +16 gradus va yorug' joy va juda ham kam suv imkoniyat bo'lmasa suv shart emas. Tuprog'ini almashtirish esa kichkina o'simliklarni har yili, katta o'simliklarni har 2-3 yilda bir marta almashtiriladi. Tuvak almashtirishda eski tuvagidan 2-3 cm katta bo'lishi kerak. Eski tuvagidan ozgincha katta bo'lsa, bu gul uchun juda ham keyingi davr, ya'ni o'sish davri uchun yetarli tuvak muhitini hosil qilgan bo'lasiz. Oziqalardan esa asosan universal oziqalarni har 10-15 kunda berib tursangiz bo'ladi. Qish oyida bir oyda bir marta beriladi. Ko'paytirilishi asosan bargidan cherinka qilish orqali juda ham oson ko'paytiriladi. Zarar kunandalardan hasharotlar kam yopishadi. Asosan o'rgimchak kana, shira va shitovka xavf solishi mumkin. Bunda sovunli suv va har doim aytadigan insektisid bilan оборотga qilasiz. Chirishida esa chirishga moyilligi kuchli, asosan ko'p suvdan ildiz kartoshkasi chirib ketadi. Shuning uchun sug'orishga alohida e'tibor berishingiz kerak. Zamioculcas gulining parvarishida juda ham asosiy bo'lgan narsalar haqida alohida aytib o'taman. Zamioculcas Afrika o'simligi. Bu
sukulent o'simlik hisoblanadi. Qancha kam suv quysa shuncha zo'r o'sadi. Kichkina tor tuvakda zo'r o'sadi. Quyosh tushmaydigan lekin yorug' joyda zo'r o'sadi. Ko'p suv quysa tez chiraydi, katta tuvakda o'sishga qiynaladi. Zamyokolakis uchun chuqur ekish mumkin emas. Kartoshkasi yer sathi bilan salgina yuqoroq ko'milsa bo'ladi. Zamyokolakis bu gulimiz juda ham ajoyib o'simlik. Ildiz kartoshkasi katta bo'lishi kerak. Bu uchun fosforli oziqalar ishlatish kerak bo'ladi. 2-3 oyda bir iliq suv, dush, faqat suv tuprog'iga tushmasligi lozim. Ildizi tuvakni qoplab olishi kerak. Shundagina bu gul juda ham zo'r o'sadi. Zamyokolakis gulining parvarishidagi asosiy qoidalaridan biri bu suv masalasi hisoblanadi va quyosh, yorug' harorat hamda ko'paytirilishida bo'lgan alohida e'tiborli hisoblanadi. Agarda suvni ko'p quyib yuborsangiz, kartoshkasini chirishiga sabab bo'ladi. Ba'zi hollarda kartoshka chirimasligi mumkin, lekin o'sha kartoshkadan gulni ko'paytirish juda ham qiyin bo'ladi. Chunki o'ziga ko'p suvni yutgan kartoshka siz ko'paytirish jarayonida uni o'g'itni yoki oziqaviy tuproqlarga ko'p qo'yib ko'paytirasiz va u tuproq holatida ko'proq ko'milgan turadi. Ko'milgan kartoshkaga esa vaqti bilan ustiga spreyli suv tomizib turish kerak bo'ladi. Lekin o'ziga juda ham ko'p suvni shimib olgan kartoshkasi siz sprey qilayotgan suv miqdori bilan qo'shilib kartoshka chirib ketadi va ko'paytirish yo'llari ham samarasiz bo'lib qolishi mumkin. Quyosh nuridagi e'tibor esa bunda alohida talab kuchli hisoblanadi. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri zamyokolakis guliga tushishi bu juda ham xavfli hisoblanadi. Faqatgina xona yorug' bo'lishi kerak. Ertalabki va kechki quyosh nuri tushib o'tadigan bo'lishi kerak. Qish oyida esa faqatgina yorug', nuri o'tkir xonaga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu gulimiz faqat yorug'likni va juda ham toza havoli xonalarni xush ko'radi. Qolgan parvarishlarida esa umuman bu gulimiz injiq emas. Ko'paytirishida ham eng asosiy ko'paytiradigan yo'llari bu kartoshkasi hisoblanadi. Bemalol kartoshkasi orqali xohlaganingizcha zamyokolakis gulini bemalol ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Mana shu oddiy qoidalarga rioya qilib gullarni parvarish qilsangiz, gullaringiz juda ham zo'r bo'lib, yashnab o'sadi. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda qaysi gul haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.